Do'stlar, men jangimdan 1 oy oldin umuman uxlay olmagandim. Mana ertadan keyin urushadi. Mahmud sho'r ekan. Supermarketda uyiga savdo qilib beribdi. Ertadan keyin yakshanba urushaman deydi. Bu ham zo'r ekan onamiz. Burning hech sezmaslik esimdan chiqayapti. Yaxshi yana hadi. Mana shu zo'r ekan. Meniki. Jangdan oldin bitta urib olsang mana shunda javob tez ketadi. Malades, haqiqiy tirnoqchiga mana shundan maslahat olinglar. Bitta darsning narxi nechi pul? $4000. Xulosani nechi? Eng qattiq qaysi ishida chiqib ketaman? Axirga so'rasang bo'ladi $4000 dan. Menga soat badarga qildi borkan. Shuning uchun maqtayapman buni. Reklama tekin deb o'ylayapman. Reklama. Bitta postim $3000 mayli. Skidga qilib $4000 qilib berdim. Bu qizlar qatorda nima qilamiz to'shni? Mana voy, men bu yoqda nima qator? Bilajning emas ekan. Ketdik. Bu borki, charchab qoldim borki, onam o'z tirnoqdan qiynalib chiqdi, men zerikdim, chaqirdi. Men o'zim ham zerikdim, bor. Ledirmen. Shedirmen. Men oldimda qilardim. Pul bo'lmasdi buni olishga. Sho'x bo'lganman, kelib sep olaydim-da ketaydim o'qishga. Magazinlarga kirardim-ku, boshimda turardi-da, cho'ntagimda 150 ming so'm pulim bor. O'sha pulga hammasini yig'ishim kerak. Eng arzonini tanlab, anaqa qilardim-da. Hozir shunaqa vaqtlar keldi. Любой magazinga kirib, birontasi narxini qaraganimni ko'rdingmi? Umuman narxiga qaramay. Narxini qaramadim. Har safar to'layapman, chiqyapman. O'tgan safar zapravkada zo'r anaqa bo'ldi voqea. Kelyapman, короче, qo'ygan Monix'dan bitta anaqa moboy kelyapti. Yonida anaqasi, kampiri bor, короче. Benzin nechi pul dedi-da. Narxini deb topdi. Voy, narxi zapravkada 150 so'm qimmat ekan. U yoqqa ketdik debdi-da. Meni boshimga bitta narsa kelyapti-da. Men почти 1,5 yildan beri mashina olganimga 1,5 yil bo'ldi. Kelyapman-da, biron marta litr benzin nechi pulligini bilmayman-da. Har safar kelyapman, polni bak deyapman, bo'ldi. Nima deyish kerak shuning uchun? Xudoga shukr deyish kerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah deyish kerak. U shuncha narsaga erishdik-da, u rahmat deyish kerak shu narsalarga. Hozir shunaqa magazinlarda yurib, zapravkalarda yurib, umuman narxlarga qaramasdan bemalol yuribman-da. Oldin lekin endi oldin men gapirishni yaxshi ko'rmayman, bilasan. Bu bola boshidan ko'p narsa o'tgan do'stlar. Endi bu hozir ko'rgan odamlar boyda bolasi deb o'ylaydi. Saturn mani yoniga kelib tursa, "Sen boyda bolasisan" deb gapirdi-da menga. Unaqa demam lekin.